O'zbekiston hududi insoniyat taraqqiyoti paydo bo'lgan va rivojlangan o'choqlardan biri hisoblanadi. Uning davlatchilik tarixi qariyb 3000 yillik davrni o'z ichiga oladi. O'zbekiston hududida o'rtoqlashgan aholining vujudga kelishi bundan bir necha 100 ming yil avval sodir bo'lgan. Keling, 12 asrlik O'zbekiston tarixida sayohat qilamiz. Samarqand, Buxoro, Andijon, Farg'ona, Toshkent va yana 7 ta viloyat hamda Toshkent shahri va Qoraqalpog'iston Respublikasidan iborat bo'lgan O'zbekiston hududi mana shu. Eramizdan avval esa taxminan 3945 yil oldin Misrda ehromlar mavjud. Vavilon dunyodagi birinchi megapolis, ya'ni siyosiy, iqtisodiy va madaniy markaz. Insoniyat tarixidagi eng yirik shahar. O'rta Osiyoda esa Paleolit, Mezolit, Neolit va bronza davrlarini o'z boshidan kechirgandan so'ng kichik qabilalar orasida dehqonchilik madaniyati paydo bo'lmoqda. Amudaryoning yuqori qismida aholi punktlari bor. Bu hududlarda ilk qadimiy davlatchilik tuzilmalaridan biri Baktriya podsholigi, ya'ni hozirgi Afg'onistonning shimoli sharqi, O'zbekistonning janubi va Tojikistonning janubi g'arbini o'z ichiga oladi. Bu hududlarda ko'pgina madaniy o'zgarishlar yuz bergan. Temir buyumlarining paydo bo'lishi va keng tarqalishi, qal'alari bo'lgan qishloqlarning paydo bo'lishi va keyinchalik shaharlarga aylanishi, moddiy madaniyatning sezilarli darajada o'zgarishi, aholi dehqonchilik ishlari bilan mashg'ul. Eramizdan avvalgi 18-asrdan to 4-asrga doir bu hududlarda aynan ko'chmanchi xalqlar yashab o'tadi. Skiflar, saklar, massagetlar va daxlar. Asosiy skif qabilalari Kaspiy dengizi, hozirgi Turkmaniston janubida, sharqda esa massaget va saklar yashagan. Aslida biz bilmaymiz, massagetlar bir kishimi yoki bir qabilaning nomimi. Baxtga ko'ra bizda Gerodot bor. Uning so'zlariga ko'ra massagetlar Shimoliy Qorakumdagi tekislikning katta qismini, Amudaryoning quyi oqimini va ehtimol Sirdaryoning quyi qismini egallagan. Ular bitta odam emas, balki turli xil qabilalarning umumiy nomi bo'lgan birlashma. Tez orada bu yerlarga bosqinchilar keladi. Aynan 6-asrda Kir II boshchiligidagi Ahamoniylar Turonga bostirib kirganda jasur ayol sarkarda massagitlar ayoli To'maris qarshilik ko'rsatadi. Saklar qabilasida esa o'ziga xos jasur qahramon Shiroq o'z xalqini dorobir askarlardan juda aqlli, ya'ni hiylalik yo'li bilan, aniqrog'i Shiroq dorobir qarorgohiga kelib, unga qabiladoshlari nohaq sitam yetkazganligi uchun u Eron qo'shinini Saklar qabilasi turgan yerga qisqa yo'l bilan olib borishini aytib, dushman qo'shinini Qizilqum cho'li chegarasiga boshlaydi. Natijada ular bundan xabar topib, Shiroqni qatl etishadi. Biroq bu ularni o'limdan qutqarmadi va ochlikdan qo'shinning katta qismi vafot etadi. yilning bahorida Hindukush tog'ini kesib o'tib O'rta Osiyoga o'z hujumini makedoniyalik Iskandar boshlaydi. Baktriya va So'g'diyona hukmdori Bes Iskandarga qarshi turish befoyda ekanini anglaydi. So'g'diyona, ya'ni yuqorida aytib o'tganimizdek eng birinchi shakllangan qadimiy davlatlardan biri. Hozirgi Qashqadaryo va Zarafshon vohalarini, Buxoro, Navoiy, Samarqand va yana Tojikistonning Panjikent atroflarini o'z ichiga oladi. Iskandar Baktriya qal'alarini birin-ketin bosib olar ekan, Marokandda o'z qo'shinini qoldirib Sirdaryo tomonga Saklar yerga yuradi. Ammo u yo'lda kutilmagan qarshilikka duch keladi va qo'shiniga katta talofat yetadi. Ayni shu vaqtning o'zida Spitamin boshchiligidagi So'g'dlar ham Iskandar qo'shinlariga qarshi bosh ko'taradi. So'g'dlarga Baktriyaliklar ham kelib qo'shiladi. Spitamin So'g'dlarining sarkardasi Iskandarga qarshi keskin kurashdi va uning qo'shinini Marokandda to'xtatib qo'ydi. Iskandar bir necha marotaba hujum qilishga urinadi. 2 yillik samarasiz va omadsiz harakatlardan keyin u o'z taktikasini o'zgartiradi. Ayni xususda Kursiy Ruf shunday yozadi: Iskandar o'ziga bo'ysunishga qarshilik ko'rsatganlarga turli shahar va yerlarni tortiq etdi. Shu usul bilan Iskandar makedonskiy mahalliy zodagonlarni o'ziga qaratishga muvaffaq bo'ldi. 328-yilning kuzida Iskandar bilan Spitamin o'rtasida hal qiluvchi jang bo'ldi. Spitamin bu jangni boy beradi va o'z ittifoqchilari tomonidan qatl etildi.
323-yilda Makedonskiy vafotidan so'ng uning sarkardalari birin-ketinlik bilan hukmronlik qilishadi. Salavkiy ham shular qatorida Vaviloniyaga ega bo'ladi. O'rta Osiyoda Sog'diyona, Baktriya va Marg'ionaga egalik qilgan, faqat Xorazm Salavkiylarga bo'ysunmagan. Salavkiylardan Baktriya va Sog'diyona ajralib chiqqandan so'ng qariyb bir asr mobaynida Yunon Baktriya podsholigi davom etadi. Miloddan avvalgi 138-yilda Xitoy imperatori Yudi Jansianni O'rta Osiyo yerlariga jo'natadi. Sayohat davomida Jansang Baktriyaga kelib Farg'ona vodiysining go'zalligi bilan hayratlanadi. Ipak boshqa davlatlarda yo'qligi tufayli Xitoy tovar ayirboshlash yo'li bilan yaqin va O'rta Osiyo mamlakatlari o'rtasida doimiy va to'g'ridan-to'g'ri aloqalarni ta'minlab, madaniy va tijorat almashinuvi orqali buyuk Ipak yo'li vujudga keladi. Milodiy 1-asrning birinchi yarmida Markaziy Osiyoda Kushon podsholigi yuzaga keladi. Aynan Kushon podsholigi davrida yuksak mahoratga ega bo'lgan ustalar bronza idishlar, muhtasham shag'am-supalar, ko'zgular hamda zargarlik mahsulotlarini yasay olishgan. Dehqonchilik va chorvachilik ham yaxshi rivojlangan. Kanishka davrida Kushon davlatiga buddizm kirib keladi va tez orada davlat diniga aylanadi. Ammo shu bilan birga Zardushtiylik va mahalliy O'rta Osiyo, Hindiston, Eron, Yunoniston va Misr xalqlarining dinlari ham o'z kuchini yo'qotmaydi. Kushon davlati eramizning 3-asri birinchi yarmining oxirida parchalanib ketganidan so'ng Eftaliylar davlati tashkil topadi. Shu borada Eftaliylar davlatini kengayib borayotganidan xavfsirab, Sosoniylar podshosi Peroz ularga qarshi urush e'lon qiladi. Peroz tomonidan qilingan yurishlarning uchalasi ham muvaffaqiyatsizlikka uchraganidan so'ng Peroz Eftaliylar qazigan o'raga tushib vafot etadi. Uning o'g'li esa asrda qoladi. 6-asr o'rtalarida Markaziy Osiyoda Mo'g'ul davrigacha bo'lgan yana yirik qudratli davlat vujudga keladi. Bu Turk xoqonligi. Ikki aka-uka To'min va Estimi ulkan davlatni boshqaradi. To'min xoqonlikning sharqiy qismidagi o'ziga qaram yerlarini kengaytirgan bir paytda, uning ukasi Estimi davlatning g'arbiy qismidagi Yettisuv va sharqiy Turkistonning tutashgan hududlari qabilalarini o'zaro birlashtirgan. Shunday qilib, buyuk Turk xoqonligi o'z davridagi 4 qudratli davlatlar Xitoy, Eron, Vizantiya, Turk xoqonligi va 5 buyuk madaniyatning, ya'ni Yunon, Fors, Xitoy, Hind, Turkiylarning biri bo'lgan. Bu buyuk xoqonlik 747-yilda batamom parchalanadi. 7-asrda murosasiz qabilalar aro urushlardan so'ng kichik Madina shahri arab qabilalarining siyosiy birlashuv markaziga aylandi. O'z kuchlarini qo'shni vohalar va shaharlar tomon yo'naltirgan ko'chmanchi qabilalar sardorlari Madina atrofida tezkorlik bilan birlashdilar. Arablar birin-ketin g'alaba qozonib, tezda Suriya, Falastin, Eronni zabt etdilar. 651-yili esa ular Marvga yetib kelib, uni jangsiz ishg'ol etdilar. Arablarning g'alabalari ularning asl kuchidan ko'ra ko'proq bosib olingan mamlakatlarning zaifligi va parokandaligi bilan izohlanadi. 674-yili Xalif Muaviya tomonidan yo'llangan Ubaydulloh ibn Ziyod chamasi birinchi bo'lib Amudaryoni kechib o'tdi. U poykantni qo'rshovga olib ishg'ol etadi. Buxoro qirolichasi ustidan g'alaba qozonib, shahardan katta o'lja, qurol-yarog', kiyim-kechak, oltin, kumush va ko'plab asirlarni olib ketadi. Shu borada arablar 709-yilda Buxoroni batamom ishg'ol etadi. Arablar So'xt yuragi Samarqandga hujum qiladi. Arab qo'shini qamalga mo'ljallangan otish va devor buzish qurollaridan foydalangan holda Samarqandni ishg'ol etadi va aholiga og'ir o'lpon to'plash majburiyatini yuklatadi. 9-asrning 20-yillarida Morovunnahrda Asad ibn Somon va uning o'g'illari xalifatga sodiqliklari bilan namoyon bo'lgan. Morovunnahr, ya'ni hozirgi zamon tarixida Turkmanistondan tashqari bo'lgan O'rta Osiyo hududlari, ya'ni O'zbekiston, Tojikiston, Qirg'iziston va Qozog'istonning janubiy qismi tushuniladi. Xullas, Asad ibn Somoniyning o'g'illari viloyatlar va shaharlarga hokim etib tayinlanadi. Nuhga Samarqand, Ahmadga Farg'ona, Yahyoga Shosh va Surshon, Ilyosga Hirot tufaytiladi. Shu borada Somoniylar davlati shakllana boshlaydi. Somoniylar davrida Morovunnahrda hunarmandchilik, qurilish va madaniyat gullab yashlaydi. Buyuk Ipak yo'li qayta jonlanib, uning yangi shahobchalari paydo bo'ladi. Shaharlar yangidan quriladi. To'quvchilik, kulolchilik, mischilik, durargorchilikning yangi markazlari yuzaga keladi. Shaharlar ichida karvonsaroylar, masjidlar va madrasalar bunyod etiladi. O'sha davrda buyuk huquqshunos olimlar Al-Xorazmiy, Al-Farg'oniy, Abu Nasr Farobiy, Ibn Sino
Mino, Abu Rayhon Beruniy, Sharshoniy va boshqalar yashab ijod etgan. Somoniylarning so'nggi hukmdori Abdulmalik II ning ukasi Al-Muntasir 1005-yili o'ldirilgan. 10-asr oxirida Yettisuv va Sharqiy Turkiston hududlarida podshoh Yag'ma yoki Elikxon boshchiligidagi Qoraxoniylar davlati tashkil topadi. Bu davlat tarkibiga turli turkiy millatlar, qarluqlar, chigillar, arg'ular, yag'malar va boshqa xalqlar kirgan. Ular 960-yilga qadar islom dinini qabul qilganlar. 9-asr oxirida Qoraxoniylar Buxoroni ishg'ol etishadi. 11-asr va 12-asrning birinchi yarmida Xorazm Saljuqlar davlati tarkibiga kirgan. Xorazmning yuksalishi turkiylar sulolasiga mansub Xorazmshohlar siyosati bilan uzviy bog'liq. Saljuq amirining tashdori Anushtegin asos solgan. Xorazmda Anushtegillar sulolasi hukmronligi boshlanadi. Anushtegillar turkiylar sulolasidan bo'lib, o'sha paytda Osiyoda hukmronlik qilgan 3 buyuk sulola Anushtegillar, Saljuqiylar va G'aznaviylar bir negizdan kelib chiqqan. Anushtegin vafotidan so'ng uning o'rniga bir necha sultonlar keladi. Uning vorislaridan bo'lgan Elarslan 1156-yilda Xorazmni tiklashda davom etadi. Elarslan o'ziga voris etib o'g'li Sultonshoh Mahmudni tayinlaydi. Biroq to'ng'ich o'g'li Takash ukasi hokimiyatini tan olmay, unga qarshi kurash boshlaydi. Natijada toj va taxt uchun kurash boshlanadi. Bu urush 21 yil davom etadi. Unda Takash g'olib keladi. Uning o'g'li Tekesh 1187-yili Nishopurni, 1192-yili esa Marvni bosib oladi. 1194-yili G'arbiy Saljuq sultonini qaqshatgich mag'lubiyatga uchratib, Eronning butun sharqiy qismini egallab oladi. 1195-yili Tekesh Abbosiy xalifa qo'shinini tormor qilib, Iroqqa bostirib kiradi. O'z mamlakati hududlarini 2 karra kengaytirgan va qudratli davlat barpo etgan Xorazmning eng iste'dodli hukmdori deb e'tirof etish mumkin. Xorazmshohlarning so'nggi hukmdori Jaloliddin Manguberdi Mohir Sarkarda. Muhammad Xorazmshohning to'ng'ich o'g'li. U 33 yil umr ko'radi va uni 11 yilini jang ichida o'tkazadi. Xorazmshoh 11 yil davom etgan urushda Hindiston, Eron va Ozarbayjon hududlarida Mo'g'ullarga qarshi mardonavor kurash olib boradi. 1231-yil avgustda Jaloliddin Manguberdi Ozarbayjonda halok bo'lgach, 154 yil hukmronlik qilgan Anushtegillar sulolasining hukmronlik davri tugaydi. Anushtegillar sulolasidan bo'lgan Xorazmshohlar O'rta Osiyoda yana bir qudratli kuchlardan biri bu Mo'g'ullar imperiyasidir. Chingizxon ya'ni Timuchin, Mo'g'ullar davlati asoschisi Sarkarda. 215-yilda Chingizxon Shimoliy Xitoyda erishilgan g'alabalarni mustahkamlab, o'z e'tiborini g'arb tomon qaratadi. Chingizxon o'zining asosiy kuchlari bilan suvsiz dashtlar bo'ylab qisqa yo'l orqali Buxoro tomon yo'l oladi. 1220-yilning fevralida Buxoro ishg'ol etiladi. Chingizxon shaharni o'z askarlariga talon-taroj qilish uchun topshiradi. Buxoroning ayanchli taqdiri haqidagi mazhum xabar tez orada butun Mo'g'ul nahriga yo'ladi. Aholi qo'rquv va tahlikaga tushadi. Xorazmshoh Muhammad qo'rqoqlik bilan qochishga hozirlik ko'radi. Samarqand himoyachilariga boshchilik qilgan Turk Tog'ayxon Chingizxon xizmatiga o'tishga umid qilib shaharni topshiradi. Mo'g'ullar shaharga bostirib kirib qirg'in-barot uyushtiradilar. Samarqand aholisining faqat 4dan 1 qismi omon qoladi. 1220-yilning aprelida Mo'g'ullar Xo'jandni ishg'ol etadilar. Sirdaryo yaqinida ular Benakentni zabt etadilar. Xo'jand hukmdori Temur Malik Mo'g'ullarga qarshi mardonavor kurash olib boradi. U o'zining kam sonli askarlari bilan yo'l-yo'lakay jang qilib Urganchga yetib keladi. 1220-yilning yoziga qadar Mo'g'ul-Nahrning sharqiy va markaziy qismi Mo'g'ullar tomonidan bosib olinadi. Xorazmshoh qochadi. U Kaspiy dengizining janubiy qirg'oqlaridagi orolda vafot etadi. Urganchda Temur Malik qisqa vaqt davomida xalq lashkarlariga boshchilik qiladi. U uchiga qarshi muvaffaqiyatli kurash olib boradi. 1220-yilning kuzida Chingizxon hamla bilan Termizni ishg'ol etadi. 1221-yilning qishida Urganch qamali boshlanadi. Shahar aholisi dushmanga qahramonlikcha qarshilik ko'rsatadi. Urganch taslim bo'lishidan avval Balx va Marv shaharlari zabt etiladi. 1221-yilning yoziga qadar butun Markaziy Osiyo hududi Mo'g'ullar tasarrufiga o'tadi. Chingizxon vafotidan so'ng Mo'g'ul imperiyasining merosxo'rlar o'rtasidagi taqsimoti natijasida Mo'g'ul-Nahr Chingizxon o'g'li Chig'atoy ulusi deb e'tirof etiladi.
Uzoq davom etgan og'ir kunlarni boshidan kechirgandan so'ng musulmon xalqlari uchun quyoshli kunlar yaqinlashmoqda. 14-asr o'rtalarida Barlosbek o'g'li Temur Tarag'ay Amur Temur buyuk siyosiy arbob sifatida tarix sahnasida namoyon bo'ladi. Nufuzli turk amiri Qazag'on nabirasi Samarqand hukmdori Husayn bilan ittifoqchilikda Temur Movarounnahrni birlashtirish va uni Mo'g'ul bosqinidan ozod qilish uchun kurash boshlaydi. Biroq ko'p o'tmay ular o'rtasida munosabatlar keskinlashadi. 1370-yili Amur Temur Husayn qo'shinini tormor qilgach, Movarounnahr amiri deb e'lon qilinadi. 1372-1388-yillar davomida Amur Temur Xorazmga 5 marta yurish qiladi va uning o'ziga to'la tobe bo'lishiga erishadi. Shundan so'ng u Eron, Iroq, Kavkaz, Suriya va Turkiyaga harbiy yurishlarni boshlaydi. Natijada ulkan imperiya barpo etiladi. 1379-yili Amur Temur To'xtamishning Oq O'rda taxtiga ko'tarilishiga yordam beradi. Biroq Mamay ustidan qozonilgan g'alabadan so'ng To'xtamish Oltin O'rdadagi oliy hokimiyatni egallab oladi va Temur tasarrufidagi yerlarga hamla qila boshlaydi. Bunga javoban Amur Temur To'xtamishni 1391-yili Qunduzchi va 1395-yili Shimoliy Kavkazdagi Terik daryosi vodiysida qaqshatgich mag'lubiyatga uchratadi. Natijada To'xtamish kuchlari shunchalar zaiflashadiki, Temur uchun Volga bo'yiga Oltin O'rda poytaxti Saroy Berkka to'g'ridan-to'g'ri yo'l ochiladi. Shahar ishg'ol etiladi. 1398-1399-yillarda mashhur Hind yurishi amalga oshirilib, u yurtdan katta o'lja olib kelinadi. 1404-yil boshida Temur o'zining 200 ming lashkarlik qo'shini bilan Xitoyga yurishga hozirlik ko'radi. Biroq 1405-yilning 18-fevralida Temurning O'rtorda vafot etishi tufayli bu yurish amalga oshmay qoladi. Amur Temur hukmronligi davrida ulkan imperiyaning markazi bo'lgan Movarounnahrda iqtisod, savdo va madaniyat yuksak darajada ravnaq etdi. Temuriylar uyg'onishi davri bo'lmish 14-15-asrni Markaziy Osiyo tarixidagi oltin asr deb ataladi. Amur Temurdan so'ng qariyb bir asr mobaynida O'rta Osiyoda Temuriylar hukmronlik qiladi. Mirzo Shohrux Amur Temurning 4-o'g'li, Mirzo Ulug'bekning otasi. 1397-yildan Xuroson shohi bo'lgan. 1409-yildan esa Temuriylar davlatining shohi bo'lgan. Mirzo Ulug'bek Temuriylar davlatining hukmdori, Shohruxning o'g'li, buyuk o'zbek astronomi va matematiki. Ulug'bek 1411-yildan 1449-yilgacha bugungi O'zbekiston, Tojikiston, Turkmaniston, Qirg'iziston, Janubiy Qozog'iston, Eron va Afg'onistonga hukmdorlik qiladi. Zahiriddin Muhammad Bobur o'zbek mumtoz adabiyotining yirik vakili, buyuk shoir, tarixchi, geograf, davlat arbobi, iste'dodli sarkarda, Boburiylar sulolasi asoschisi, yana Temuriylar sulolasidan bo'lgan Mahmud, Abu Said, Yodgor Muhammad va Badi'uz Zamon hukmronlik qilishadi. Husayn Boyqaro taniqli shoir va davlat arbobi, Hirot yaqinida tug'ilgan. 1469-yildan umrining oxirigacha Xuroson podshohi. Uning hukmdorligi yillarida iqtisodiy va madaniy hayot yaxshilangan. Navoiyning maktabdosh do'sti va homiysi. 1507-yili Shayboniyxon Hirotni ishg'ol etdi. Shayboniylar davlatining poytaxti dastavval Samarqand bo'ldi. Shayboniylar sulolasi vakillaridan Ubaydullohxon Qur'oni Karimni mohirona qiroat qilib, turkiy tildagi sharhlar bilan ta'minlagan. Abdullahxon II hukmronligi davrida Buxoroni zabt etadi, bunyodkorlik ishlari quloch o'tadi. Karmanada Zarafshon daryosi ustiga ko'prik quriladi. Balx va Buxoroda ko'p sonli madrasalar qad rostlaydi. Shayboniylar sulolasining so'nggi vakili Pir Muhammad o'rtamiyona shaxs bo'lib, o'zaro nizolar va urushlar oqibatida vafot etadi va Buxoro, Xiva va Qo'qon xonliklari tashkil topadi. 1500-yilda O'zbekiston hududida Oltin O'rda tarafidan Shayboniyxon boshchiligidagi turk qipchoqlar bostirib kirib, Buxoro va Samarqandni ishg'ol qiladilar. Oltin O'rda islomni O'zbekxon davrida qabul qilgani tufayli ular musulmon bo'lib, o'zlarini O'zbekxon sharafiga o'zbeklar deb atay boshlaydilar.
Shayboniyxon yangi o'zbek davlatini yaratib, Buxoroni ushbu davlatning poytaxti qiladi. 1502-yilda Shayboniyxonning buyrug'iga binoan Zarafshon daryosi bo'ylab pishirilgan g'ishtdan yasalgan ko'prik qurildi. Mir Arab madrasasi 1530-yilda, 1540-yillarda Toshkentdagi Barakxon madrasasi bunyod etiladi. 1598-yilda Urganchni suv bilan ta'minlaydigan Amudaryo tomonlarida o'z-o'zini o'zgartirishi oqibatida saltanat poytaxti Xivaga ko'chirildi. O'sha sanadan boshlab mamlakat Xiva xonligi deb atala boshlaydi. Bu 10 asrlik tarixga ega bo'lgan kichikroq ammo mustahkam shaharcha edi. Afsonalarga ko'ra bu shahar suvi o'zgacha ta'mga ega bo'lib, Xiva qudug'i atrofida shakllangan. Quduqni esa Nuh alayhissalomning o'g'li Simning buyrug'iga ko'ra qazishgan. Muhammad Amin xon madrasasi, Minora Kalta minorasi va hokazo imoratlar barpo etildi. Yana xonliklardan biri 1709-yilda Shohruxbiy asos solgan Qo'qon xonligi vujudga keladi. Bu davlat tarkibiga dastlab Qo'qon, Namangan, Marg'ilon, Konibodom, Isfara va ularning atrofidagi qishloqlar kirgan. Xonlari keyingi 300 yilni O'zbekiston Rossiya imperiyasi tarkibida o'tkazadi. Va nihoyat O'zbekistonning 1991-yilning 31-avgustida mustaqillikni qo'lga kiritishi murakkab siyosiy va ijtimoiy-iqtisodiy shart-sharoitlar ostida amalga oshdi. Jumladan 130 yil davomida hukmronlik qilgan mustamlaka tizimi respublikaning mustaqil rivojlanishiga to'sqinlik qilib keldi. Shunga qaramay prezident Islom Karimov boshchiligidagi hukumat tomonidan amalga oshirilgan ichki va tashqi islohotlar natijasida O'zbekiston dunyo hamjamiyatiga mustaqil davlat sifatida olindi. Qisqa muddatlar davomida O'zbekiston o'z taraqqiyot yo'lini belgilab oldi. Mana qariyb 29 yil mobaynida O'zbekiston Respublikasi mustaqil davlat.